Barchamizga ma'lum bo'lganidek, Jahon chempionati rasman start oldi va bu mundial biz uchun o'zgacha. Sababi, bu safargi turnirda O'zbekiston ham qatnashmoqda. Unda asosiy mavzuga o'ta qolaylik, ya'ni Jahon chempionatining yangi to'purari kim bo'lishi mumkin? Avvalambor assalomu alaykum. Unda bugungi dasturimizni boshladik. Jahon chempionati to'purari kim? Jahon chempionatining barcha davrlararo to'purari Germaniya terma jamoasi sobiq hujumchisi Miroslav Klose bo'lib, u 16 ta gol bilan yetakchilikni saqlab qolgan. Undan keyingi o'rinlarda 15 ta gol bilan braziliyalik Ronaldo Nazario va boshqalar joy olgan. Klose faoliyati davomida 4 ta jahon chempionatida 2002, 2006, 2010 va 2014-yillarda bo'lib o'tgan turnirlarda ishtirok etgan. Faoliyati davomida Bavariya va Lazio kabi klublarda to'p surgan Klosening rekordini hozirgacha hech kim buza olmagan. Jahon chempionatining to'purari nega aynan 2026-yilgi mundialda yangilanishi mumkin? Chunki rekordni yangilashga yaqin qolgan va hozirda faoliyatini davom ettirayotgan ikki futbolchi bor. Biri 13 ta gol bilan Lionel Messi bo'lsa, ikkinchisi atigi 2 ta jahon chempionatida ishtirok etib, 12 ta gol muallifiga aylangan Kylian Mbappe. Ularga rekordni yangilash uchun atiga 4-5 gol kifoya qilishi mumkin. Ularning jamoasidagi o'rnini va pozitsiyalarini inobatga olganda, ular bu rekordni shu turnirdayoq yangilashlari mumkin. Nega aynan Lionel Messi? Lionel Messi jamoasidagi lider bo'lganligi va Argentinaning Messi davrida 2 marta finalga yo'l olgani, ya'ni uzoq yurishi, Messining ko'proq gollar muallifiga aylanishiga anchagina qo'l kelgan. Messi hozirgacha 13 ta gol urgan va katta ehtimol bilan u oldindagi mundialda ham Argentinaning asosiy futbolchisiga aylanib oladi. Va bu esa uning ko'proq gollar urishiga va bu rekordni yangilashiga ancha yordam beradi. Nega aynan Kylian Mbappe? Mbappe atiga 2 ta jahon chempionatida ishtirok etganiga qaramay, u Fransiya terma jamoasi safida oxirgi 2 ta mundial finaliga chiqib, 12 ta gol muallifiga aylandi va hozirda u terma jamoa lideri. Uning yoshini va sport formasini inobatga olsak, u jahon chempionatining nafaqat mutlaq to'purari, balki davom etayotgan turnirning ham to'purariga aylanishi mumkin. Oxirgi paytlarda Mbappe haqida har xil gap-so'zlar tarqaldi. Ya'ni u Realning o'yini pasayishiga asosiy sababchilardan biri sifatida aytildi. Ammo barchamizga ma'lum bo'lganidek, o'tgan jahon chempionati finalida Argentinaga qarshi bir o'zi nimalar qilganini bir eslaylik. Ya'ni Mbappe jahon chempionatida boshqa darajaga chiqib ketishi mumkin. Shu sababli u bu rekordni yangilashi mumkin. Sizningcha bu rekord 2026-yil, ya'ni davom etayotgan jahon chempionatida yangilanadimi? Va qaysi futbolchi tomonidan yangilanishi mumkin? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Aytgancha, sahifamizga ham obuna bo'lib qo'yishni va videoga like bosib qo'yishni ham unutmang. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.